Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar, parranda ishqibozlari. Hammada bo'lib o'tadigan muammo bu jo'jalarimizni ichi qotib qolishi, ichi suyuqlik kelib, ichi qotib qolsa keyin qanday ahvolga keladi. Hozir men sizlarga ko'rsatib berib o'taman shuni. Hammada bo'ladigan ahvol bu. Mana bunday bo'lib jo'jalarda axlati ko'tiga yopishib qolib, oxiri keyin o'lish natijasigacha keladi. Shu uchun hozir men sizlarga qanday qilib davolashni ko'rsataman. 3 kun, 4 kun shunday qilib davolasalaring, bunday bo'lsa hozir hamma jo'jada axlati bor ko'tlardi. Mana qaranglar, mana shu jo'jalarda ham misol uchun mana axlatlari qotib qolgan. Qaysi birini ko'rmasangiz axlati qotib qolgan. Uni qanday qilib davolash kerak? Necha kundan keyin berishni boshlash kerak? Men tushuntiradigan parashoyda. Mana jo'jani qaranglar. Mana shu ahvol, mana shunday ahvolda bo'ladi jo'jalarim. Bittasi emas, pashti hammasi ham qaranglar, ko'tiga mana axlati qotib qolgan, ko'ryapsizlarmi? Buni endi hozir men sizlarga qanday qilib davolashni ko'rsataman. Misol uchun aptekaga borasizlar. Parrandalarda aptekasiga emas, odamlarda aptekasiga borib, detiskiy parashok suraysizlar. Xuddi mana shunga o'xshagan parashokcha bo'ladi, mana paketchada. Uni keyinsiga qanday qilib qo'shish kerak deganlarga qaranglar. 1 litr suv olasizlar. Sovuq emas, iliq suv bo'lishi kerak. Iloji boricha jo'jalarimizga sovuq suv bermash kerak. Keyin buni qo'shamiz. Qaranglar. Har safar har xil parashok bo'lyapti, lekin dozasi 1 bo'ladi. Detiskiy parashok dozasi 1. Ikkita paketchasidagini 1 litr suvga qo'shamiz. Adashmanglar to'ka qo'shgan payt. Agar yarim litr bermoqchi bo'lsalaring, bitta paketidagini qo'shamiz. Mana qo'shib oldik. Endi buni yaxshi aralashtirib olamiz. Misol uchun hozir tagiga tushib ketyapti, qaranglar. Tagiga tushib ketib, tagida qolib ketadi hozir. Shu uchun yaxshilab aralashtirib olamiz. 1 minut yaxshilab aralashtirgandan keyin jo'jalar iloji boricha chanqatish kerak jo'jalarni. Oldida suv bo'layotgan bo'lsa, suvini olib qo'yamiz. 1-2 soat suvini bermaymiz jo'jalar. Hozir bu suv ertalab bermagandim, soat hozir gideta 9:30-10 ga yaqinlab qoldi bizda. Hozir men endi buni suvini bularga hozir qo'shib beraman. Yaxshilab aralashtirib 1 minut tursin, 1 minutdan keyin jo'jalarga yangiligida nima beramiz deganlarga. Jo'jalaringiz yangi ochildimi? Yangi ochilgandan keyin misol uchun o'zini maxsus yemi bor. Misol uchun start indeyki degan, start broiler degan, broiler start broilerni berayotgan bo'lsalaring joydorlarga sal nagruzka keladi. Nimaga? Start broiler bu broilerni o'zini maxsus yemi bu hisoblanadi. Jo'jalarimizga nagruzka kelib zo'riqqanidan jo'jalarimiz o'lishni boshlaydi. Shu uchun iloji boricha start indeyki degani bor. Shundan beri borsalaring bo'ladi. Keyinisiga agar Qirg'izistonning ichida bo'lsalaring, agar J1 degan yem bor, Jadin degan yem. Shu Jadin degan yemdan mana shu ko'rinishda bo'ladi mana. Yemlari mana shunday idishga misol uchun solib qo'ysalaring bo'laveradi oldiga. Birinchi kundan 10 kungacha 2 tonlik vitamindan qo'shib berasizlar. Keyin sultiprin parashogi bor, antibiotik. Hozir uni ham ko'rsatib o'tay. Mana bunaqa paketda. Endi bizda Qirg'izistonda aptekalarda ko'p sotadi. Mana shundan 1 litr suvga yarim qoshiqcha qilib qo'shib beramiz. Chiktonlik mana bu. Misol uchun sultiprinni qo'shib bergan paytda chiktonlik bermaysizlar. Chiktonlik qo'shib bergan paytda sultiprinni bermaysizlar. Shunday qilib 10 kun berasizlar chiktonlikni, 10 kundan keyin to'xtatasizlar. 20 kun to'xtatib, 20 kundan keyin yana 1 kun, 2 kun, 2 kun bersalaring bo'laveradi. Ziyoni yo'q. Jo'jalarning immunitetini ko'tarib, ishtahasini ochib, jo'jalarimiz ishtahaga kiradi. O'sishi yaxshi bo'ladi. Keyin o'lib qolavermaydi. Hozir mana qaranglar. Mana shu jo'jachamiz ham mana ichi ketib, yura olmay qolib, hozir mana oxiri borib o'lib qoladi. Pateriya bo'ladi. Mana buni ham qaranglar. Nimaga mana qarang, toza. Lekin ishtahasi yo'q. Nimaga? Buni chiktoni vitamin berish kerak, antibiotik dorilardan berib, ishtahasi yo'q jo'jalarni ham o'ziga keltirsa, mana ko'ti qotib qolgan qaranglar. Mana shu ko'rinishda bo'ladi jo'jalar. Ko'ti qotib qolgandan keyin chicholmaydi, zo'riqib o'ladi. Mana bu yerda bittasi yana mana. Shu uchun mana shu
parashoydan foydalansalaring bo'ladi. Tagiga singib qolgan, ko'rdilaring? Bir minut qarab tursalaring tagiga singaydi, keyin uni bitta cho'pchakcha bilan yaxshilab aralashtirib olib, keyin jo'jalarga bersalaring bo'laveradi. Hozir men aralashtirib olib, videoni yana xudo xolasa davom etaman. Tomosha qilasizlar ichishlarini ham. Shunday qilib xudo xolasa davolab olsalaring bo'ladi. Parashoyni necha kun beramiz deganlarga iloji boricha 5 kungacha bersalaring bo'laveradi. Ziyoni yo'q. Misol uchun berib yursalaring o'zi bilinadi. 3 kundan keyin 2 kundan keyin o'sha jo'jalarimiz ichi qotmaydi. Nima bo'lmaydi? Suyuq kelmaydi o'sha. Ichi qotgandan keyin o'sha jo'jalarning ichiga infeksiya o'tib, o'sha nima deydi? Oyoqlaridan savob o'tib, ana shunday har bir tug'ilgan jo'jamizni sirrazi ana shunday parashoylardan beri davolab olish kerak. Agar davolab olmasangiz, ich ketdi bo'lib, ko'tiga bo'qi qotib qolib, o'ladigan natijagacha keladi. Shuning uchun hozir aralashtirib hozir yana dalsh ko'rsataman sizlarga. Hurmatli tomoshabinlar, mana yaxshilab aralashtirib oldim. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Keyin mana bu krishkasi, mana tagidagi krishkasi. Buni обязательно yuvib olish kerak. Bo'lmasa buni ichlariga polniy infeksiya dori, eski dorilar singib qolib zaharlangan bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha bitta dorini berib oldilaringmi, обязательно qizil idishchasini yuvib qo'yinglar. Yuvib qo'ymasalaring, yuvib turib bermasalaring tagiga zaharlangan dorilar bo'ladi. Jo'jalarni mayib qiladi. Shuning uchun iloji boricha yuvib turib toza qilib bersalaring bo'ladi yana. Xudo xolasa dorimiz tayyor bo'ldi. Mana endi bu yerga qo'yib qo'yamiz. Qaranglar. Bir xil jo'jalar o'zi ichmashi mumkin. Shularni iloji boricha harakat qilib o'zlarining ichqizib qo'ysalaring ham bo'ladi. Hozirgi bitta ko'rsatganim misol uchun slabey edi-ku, ana shunga o'xshagan jo'jalar misol uchun o'zlaring ichqizib qo'ysalaring bo'ladi. Boyaga jo'jachani ichi og'riydigan bo'lsa, bu dorini ichgandan keyin xudo xolasa 3 kun, 4 kun davomida bersalaring bo'ladi. 3 kun, 4 kun berib, xudo xolasa yaxshilab davolab olsalaring bo'ladi. Hozir endi kamerani beramiz. Vaksinaga keladigan bo'lsak, men jo'jalarga vaksina qilmayman, faqat shu 5 oylik, 6 oylik bo'lganda chumaga qarshi vaksinasini urib, ukolini urib. Shu bilan xudo xolasa hammasi zakonni bo'ladi. Keyin yangi chiqqan jo'jalarni gradusini qanday qilib qo'yish kerak deganlarga iloji boricha 34 dan 30 gradusgacha qo'yib qo'ysalaring. Hozir mana qaranglar. Termoregulyator hozir mana 34 dan 30 ga qo'yib qo'yganman. Ikkita lampochka bor, bitta lampochkani pramoy qilib qo'yganman. Ikkinchi lampochka yordamchi bo'ladi. Shunday qilib, xudo xolasa boqaverasizlar. Keyin bunday oldini yopib qo'yamiz. Gradus sekin-sekin ko'payishni boshlayveradi keyin. Hozir mana 24 gradusda, 24.7 da hozir oldini yopib qo'ydim. Hozir 1 minut o'tmasdan o'sha sirrazi 30 gradusgacha chiqib ketib, ikkinchi lampochkamiz o'chadi. Kunduziga keyin lampochka turgan joyida emas, mana oldi tarafini kaminagini ochib qo'yaman. Havola speed abitga yaqin havola 20 gradus bo'lib ketgan paytda oldini kamini ochib qo'yaman. Keyin boyagi pramoy bo'lgan to'qni uzib qo'yib, termoregulyatorni o'zidagini ulab qo'yaman. Gradusni ushlab turaveradi. Hozir mana ko'tarilyapti gradus. 26 ga chiqdi o'sha. Hozir 34 ga chiqsa lampochka o'chadi bittasi. Havola isib qolsa keyin ikkinchisini ham uzamiz. Shunday qilib dorilab olsalaring bo'ladi. Mana parashoy. Aptekaga borib turib detskiy parashoy desalaring o'zim aynaqayin parashoylar beradi, paketchada bo'ladi. Ikkitasini 1 litr suvga qo'shib bemalol beraverasizlar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.